أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله تعالى iltifat bilen Tefsirül Celaleyn'den Sure Bakara'nın 365. ayeti geldik. Allah Teala şundaq deydi. Estaizu billah ve metelul lezine yunfikune emmalahum mubtigâe merdâtillâhi ve tethbîten min enfusihim كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ومثلوا ديген yine ومثل نفقات الذين diyerek oldu iken mallarını Allah'ın razılıkını tilaş ve nefslerini sadaka ihsanga odatlantirish yusidan sarf qilganlar egizlikka joylashgan qattiq yomg'irdan bahramand bo'lsa mevasi ikki hassa ko'p bo'ladigan, qattiq yomg'irdan bahramand bo'lmasa shabnam bilanmi qonadigan, ya'ni qaysi holda bo'lsin meva beradigan bir boqqa o'xshaydi. Demak, bunda xayr saxovatli odam meni ko'p bo'lsa ko'pga yarasha, oz bo'lsa ozga yarasha beradi. Alloh qilgan amalinglarni ko'rib turg'uchidir. Yine ve metalu nefakatil degan bo'ldik. Mollarini nafiq qilgan kishilarning nafiqalarininki misoli nimaga o'xshaydi desa, ya'ni mollarini Allohning roziligini ko'zlab va o'zlarini odatlantirish. Tasbitan min anfusihim degan o'zlarini odatni ko'ndirish uchun, odatlantirish uchun. Yine savobni umid qilib, tahqiq degan haqiqatdan chiqqan haqlashtirish. Yani cho'qim savob berilganligiga shaksiz ishonib demoqchiman bu yerda. Oshundoq nafiq qilganlarning misoli. Bu munofiqlarningki qarshisida deydi. Ular savobni umid qilmaydi. Oshuna savob bo'lganligini inkor qilganligi uchun, savob berilganligini inkor qilganligi uchun savobni umid qilmaydigan munofiqlarning xilofida. Ya'ni shu munofiqlarga o'xshamaydi bularning ahvoli demoqchi şimdi. Ashta savob berilganligini umid qilib, nafiq qilganlarning misoli demoqchi. Merdeki tetbiten min enfusihimdeki min iptidaiyye. Yine iptidaul gaye, intihaul gaye deymiz. Şunundaki iptidaul gayeni bildirdik ama. Yani özlerinden başlap. Yani özlerini deslepte şu davamlılık başında sadık kırıp özlerini adetlendiriş demek şekenimde. Adetlendiriş. Yüzsün. E, Davam bir işine davamlı kıpta olsa şununla nefsimi künü dağa gepkenimde. Bekil adam oz bo'lsin sadaqa berib tursa, xayr ehson qilib tursa, undan keyin asta-asta texmi ko'p bera oladigan holatga keldi ekanda, bu oyatga binoan hozir. Xo'sh, endi mushunda nafiq qilgan kishilarning nafiqlari misoli nimaga o'xshaydi desa, bir bog'ning misoliga o'xshashdir. Bir robbatin, ya'ni bir rubbatin deb o'qildi ekan. Bir egizlikdiki, robba degan egiz, tüp-tüz, ya'ni egiz bir joydagi bog'ning misoliga o'xshaydi. U qanday u boqqa ko'p yomg'ir yig'ib qolsa, mevasini ikki hassa berdi. İki hassa meyve berdi. Hosul berdi. Agar uningga ko'p yomg'ir yog'masa, oz yomg'irmi yetarli bo'ladi. Ko'p yomg'ir yog'may, ozroq yomg'ir yog'ib qolsa, yana yetarlik meyve beradi. Chunki u egizlikka joylashganligi uchun. Demak, ashunda nafiq qilgan, Allohning roziligini ko'zlab, pul mollarini ashunda nafiq qilib turgan kishilarningki misoli ashunda baq o'xshaydi. Ular ularga ashunda hassilab savob berildi demoqchi bu odamni. Az bo'lsin, ko'p bo'lsin, Allohning roziligini ko'zlab, shundoq sadaqa ehson qilib turadi, undaq kishilar demoqchi. Ularning shu qilgan amaliga yarasha savob berildi bunga. Ukulaha degan uklaha, ukulaha deb mana ikki xil o'qildi ekan bu. Da'fayn degan mislay ma yusmiru g'ayruha. Boshqa bog'lar meva berganning ikki hassicha, ikki hassa hosil beradi demoqchi ekan.
Fetallun degan tallunning ma'nosi jinoyat oz yomg'ir degan bo'ldi ekan. Oz yomg'ir yig'ib qolsa shu oz yomg'ir unga yetarlik bo'ladi, kifoya qiladi. Chunki u egizlikka joylashganligi uchun. Bu yerdagi ma'no ana shu bog' meva beradi va davomli o'sib turadi. Yomg'ir ko'p bo'lsin yoki oz bo'lsin. Shunga o'xshagan e, yuqorida zikr qilgan kishilarning nafiqalari Allohning dargohida pok bo'ladi. Yana uning savobi davomli o'sib turadi demoqchi. U nafiqa ko'p bo'lsin yoki oz bo'lsin. Vallohu bima ta'maluna basir. Alloh taolo sizlar qilayotgan ishlarning hammani ko'rib turg'uchidir. Ashdan qarta sizlarga mukofot beradi. Demak, shu sadaqa ehson qilganlarga qarata Alloh taolo oyatni vallohu bima ta'maluna basir deb oyoqlashtirdi. Demak, sizlarning qilayotgan ishinglarni olamlarning parvardigori bo'lgan Alloh taolo ko'rib turdi. Hargiz zoya bo'lib ketmaydi shu qilgan yaxshilikinglar demoqchi bu yerda. Xo'sh. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Yani sizlerinin kayısınlar arzu kılsın. Yani sizlerinin kayısınlar yaxşı görüdü. Yani aranglarda kimni yoqtursin ki uning xurmaliq, üzümlik ostidan eriqlar eqib turadigan mevalarning hamma xillari bo'lgan bir beg'i bo'lsin. Uning o'zi qerib qolgan, bolalari ushoq bo'lib, bu bog' o't ilib kelgan bir qor bo'ronda kuyib ketsin. Sizlarning o'ylanishinglar uchun Alloh sizlarga oyatlarini shundoq go'zal misol bilan bayon qiladi. Ya'ni pul milini riyo uchun sarf qilgan yoki boshqalarga ranjitish, minnat qilish bilan sarf qilgan odam savobini eng muhtoj turug'liq yo'qotib qo'ygan bo'ladi. Jannat degan ya'ni bustonun, ya'ni beg'i. Sizlarning biringlarninki bir beg'i bo'lsin, xurmodan bo'lgan va boshqa turli uzumlardan bo'lgan, mevalardan bo'lgan. Ashta bir beg'i bo'lsa, uning ostidan o'stanglar eqib turgan bo'lsa, uning uchun ash bog'da turli mevalardan bor deydi. Mushlar bir beg'i bo'lib, uningga albuki u odamga qiyinlik yetib qoldi. Ya'ni qiyin yashi cho'ng'alg'i uchun kesib qilishdan ojizlashdi deydi. Kesib qilolmaydigan holat kelib qolgan. U odamning nihoyat ushoq ojiz bolalari bor. Shu bolalari kesib qilishga, shu beg'ini parvarish qilishga qodir bo'lolmaydi demek ekan. Mush holatda u boqqa qattiq bir shamol, bo'ron kelib, uning ichida o't bor bo'lgan shunda bir qattiq shamol kelib, u bog'ni ko'ydirib o'tdi. Mushunda bo'lishni kim orzu qiladi? Yani aslında esil bir begi bo'lsa, aslında boqqa aslında bir baloyi ofat kelib, begini vayron qilib o'tishni kim orzu qilsin? Demak, buni hech kim orzu qilmaydi. Bu yer demakchi Alloh taolaning mana oyatda demakchi bo'lgan maqsad nima desa, pul mollarini riyo qilib boshqalarga ko'rsatish uchun, boshqalarni ranjitish uchun bergan odamning misoli shunga o'xshaydi. Chunki u pul molini nafaq qilgandan keyin uning savobiga muhtoj. Har qanday bir musulmon bir yaxshi amalni qilgan bo'lsa, uning savobini ko'rishga, natijasini ko'rishga muhtoj bo'ladi. Endi odam, ma bog'ning egasi bo'lgan odam, ash boqqa shunda ehtiyojli turg'uliq beg'i vayron bo'lib ketgandek, pul millarini riyo qilib nafiq qilgan munofiqmi, shuningki savobiga shunda muhtoj turg'uliq, uning savobini quruq qolgan bo'ladi demoqchi. Ma misoldan mushu ma'noni tushunib olamiz hozir. Yine fefakadaha ahvaca ma kana ileyha. O adam şu begini aşınınla naat muhtaç turulğumu yoktub koydu. O adam ve o adamın balları naat aciz halette, hayran kalan halette, nime kılışka bir amal çare tapamagan halette işte kıp kaldı. Hayran her salat kıp kaldı. Bu bolsa bir misal keltirişki pul mallarını riya qilib, boshqalarga minnat qilib nafaq qilgan odamning nafaqasi uchun bir misoldir. Uning
savobini ketib qolganligi uningdan manfaatlanmaydiganligi jihatda deydi. U odam oxiratda shu nafiqasining savobiga nihoyat muhtoj edi. Muhtoj holatda turibmi, undan manfaatlanmaganligi uchun mushta bir misol, bir o'xshatish bu deydi. Vel istifhamu bi ma'nan nafi. Ayawaddu ahadukum degandiki istifhom nafiy ma'nosi kelgan. Ya'ni sizlarning hech qaysinglar bunda bo'lishni yaxshi ko'rmaydi, uni orzu qilmaydi demoqchi. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan shunday rivoyat qilingan. Bu oyat bir odam uchunki amal qildi, ko'plagan toat ibodatlarni qilgan. Ondan u odamga bir shayton avatilib, shayton musallat qilingandan keyin u odam ko'p gunoh masiyatlarni qilgan. Mushta bir odam uchun misoldir. Hattoki u odam shu amal o'zining amallarini ko'ydirib ko'p gunoh masiyatlarni qilib, ilgari qilgan yaxshi amallarning hammasini ko'ydirib o'tgan. Mushta bir odam uchun misoldir dedi. Kazalika, shunga o'xshash, xuddi ilgari zikr qilgan narsani bayon qilganga o'xshash, Alloh taolo sizlarga oyatini bayon qilib turdi. Sizlarning o'ylanishinglar uchun, ibrat elishinglar uchun deydi. Xo'sh. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Yani iyi ima etken müminler, nefik kılınlar, yine zakatını verinler. Biz sizlar kasb qilgan narsaning eng yaxshilaridan, sizlar kasb qilib topgan shu mol dunyolaringlarninki eng yaxshilaridan beringlar zakatni bergan vaqtda. Va biz sizlarga zamindan chiqarib bergan narsalarninki yaxshilaridan nafiq qilinglar. Biz sizlarga zamindan chiqarib bergan donliq o'simliklar, meva-chevalarninki demoqchi. Va la tayammamu, ya'ni maqsad qilmanglar al habisa, nashirini. Shu mazkur zikr qilingan yuqorida tilg'ingan narsaniki nachirni maqsad qilmanglar. Sizlar uni nafiqa zakat bergan vaqtda shuni nafiqa qilish uchun uni nachirni maqsad qilmanglar. Ma tunfiquna degan tayammamu degandiki olmashdan hol deydi. Vala tayammamuniki yine sizlar maqsad qilmanglar degan yine ma u xitob qilinayotganlar ko'z tutilgan endi. Ma tunfiquna bo'lsa shu olmashdan holdo deydi. Sizlar nafiq qilayotgan zakatga shuni nafiq qilayotgan holatda zakatni ayirayotgan holatda demoqchilar bu yerda. Shu narsalar shu mollarniki. Uni nachirini bermanglar, nachirini maqsad qilmanglar. Halbuki sizlar u nachirni o'zinglarmi olmaysizlar deyotdi mana. Valastum bi axidihi. U nachirini agar sizlarning haqlaringlar borasida sizlarga shu nachiri berilib qolsa, o'zinglarmi olmaytinglar buni. Unda bo'lgandan keyin o'zinglar yaxshi ko'rmagan narsani zakatni olgan vaqtda uni nachirini bermay shu yaxshisini beringlar demoqchi. İlla en tuğmidu fi. Faqatla shu sizlarga nisbatan shu nachiri berilib qolsa, sizlarning haqlaringlar borasida sizlar ashni faqat ko'zinglarni yumish orqali qilamlar. Olasizlar, lekin uning ko'nglinglarda uni olg'ing yo'q. Demoqchida bu yerda. Bittasahuli va g'addal basar. Unda bo'lgan ekan, o'zinglarning barasida olmaydigan narsani Allohning haqqini ado qilgan vaqtda qanday ado qilasizlar? Fa kayfa tu'adduna minhu haqqallohi ta'ala. Va'lamu bilinglarki, haqiqatan Alloh taolo boydur. Sizlarning nafiqlaringlardan behojatdir. Hamid. Ya'ni Alloh taolo har qanday holatda maqtashga sazovardir. Yani Allah Teala sizlarning qilgan nabiqlarga muhtoj emas. Alloh taolo hammadan boy. Balki mushu ishlarning hammasi o'zinglarning foydasi uchun demoqchi bu yerda. Ash-shaytonu ya'idukumul faqra va ya'murukum bil fahsha. Vallohu ya'idukum maghfiratan minhu va fadla. Vallohu wasi'un alim. Shayton sizlarga peqillikni va'da qiladi. Ya'ni qo'rqitadi sizlarni peqillik bilan. Agar sadaq qilib qolsanglar, sadaqib qolsanglar sening qo'lingdan mol ketdi, endi sen faqir bo'lib qolasan, kambag'al bo'lib qolasan deb aytsa faqirlikdan qo'rqitadi. Shuning sizlar qo'linglarni yig'ib olasizlar deydi. Va sizlarni yomon ishlarga buyuriydi. Bexillik qilishga, zakatni bermaslikka,
işte buyuruyordu. Vallahu ya'idukum mağfireten minhu ve fadla. Halbuki Alloh taolo sizlarga mag'firatni va'da qildi o'z tarafdan bo'lgan. Shu nafqa qilganliginglarga qarata sizlarning gunohinglarni mag'firat qilib o'tishni va fazl ehsonni va'da qiladi. Yine fadlan degan rizqan xalafan minhu degan bo'ldi ekan. Yine aşı nafiqa qilganlar qarta meninglar kamlab ketadigan emas, balki uning o'rnini to'ldirib beradigan rizqni va'da qiladi. Hadisda kelgan-ku, mol sadaqa berishdan kamlab ketmaydi deydi. Balki Alloh taolo uning o'rnini hasilab to'ldirib beradi degan. Alloh taoloninki fazli nihoyat kengdir. Alimun bilib turg'uchidir. El munfaq, ya'ni aşı naf qilingan e, narsani bilib turg'uchidir. Unda ekan sizlar nafqa qilgan, sadaqa ehson qilgan joylarga kelgan vaqtda faqir qilishni qo'rqmanglar. Mollarni zakatni oladigan chog'larda demoqchiman. Zakatni olish qo farz undan hech qanday har qanday bir musulmon qochib qutulmaydi. Yu'til hikmata man yasha. Berdi Alloh taolo hikmatni xohlagan kishiga. Ya'ni bu yerdagi hikmatdan maqsad amal qilishga ilib borgan manfaatli ilmni, ya'ni ilmi nafi demoqchiman. Ama ilmi nafi manfaatli ma tafsirdan nima ma'noni qilib olamiz desa, manfaat ilmiga qanday bo'ldi ekan desa, osh egisini amal qilishga, o'zining bilganiga amal qilishga ilib bora olgan ilm manfaat ilm bo'lgan. Amal qilishga ilib bora olmagan ilm u manfaat ilm emas degan bir ma'noni uqib olamiz buni. Ya'ni Alloh taolo bunda manfaat ilmni xohlagan kishiga beradi. Ya'ni o'zi yaxshi ko'rgan bandasiga beradi bu yani. Kimiki uning hikmat ato qilingan bo'lsa, u ko'p yaxshilik ato qilingan bo'ladi u odamga. Yani o odamninki abadiy saodatga, yani oxiratdagi mangulik baxt saodatga bordiganligi uchun, işte baxt saodatga e, yo'l olganligi uchun bu odamga ko'p yaxshilik ato qilingan bo'ladi deydi. Va ma yadhakkaru illa ulul albab. Vaz nasihat olmaydi faqat aql egalari. Yine ashabul uqul. Yadhakkaru degan asldagi tani zalga idg'om qilib o'tish deydi. Yani yetezekkeru. Tezekkere yetezekkeru degan fe'ldan chiqqanda bu. Ana yetezekkeruni yetezekkeru deb ta harfini zalga idg'om qilinib ketgan demoqchi bu yerda. Alloh taolo hammalarga manfaatli ilm ato qilsin. O'zimizning o'qigan ilmiga amal qilishga, shuni amal qilganlarning qatoridan bo'lishga nasib qilsin Xudoyim. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.